Qilinishi eng oson bramni pirogi. Voy, meni piroglarim o'xshamaydi, tovamni tegi olib ketadi deydigan qizlar uchun zo'r lifehack. Tovaga ozgina yog' solib, listiviy bo'lmagani solamiz. Uyingizda bor cho'qi pastadan 2 qoshiqgina solib, ustiga 2 tuxum chaqamiz. Bu bramni pirogga eng asosiy joyi ham shunda. Pirog qilishni bilmayman degan qizlar hech qanaqa qiyinchiliklarsiz bitta o'xshata olasizlar. Ozgina sut bilan birro aralashtirib olamiz. Shokoladimiz quyuq bo'lgani sababli boshida sal qattiqroq aralashadi, lekin xavotir olmanglar, 10 soniyadan keyin bir tekisda hammasi aralashib ketadi. Ozgina razyaxitser solib, massani shu holatga kelganda eng sevimli shokoladlarimizdan bo'lib sovuramiz va qopqog'ini yopib, bas qilib 15 minutga dimlab qo'yamiz. Ish jarayonida uzoqqa ketaman deb o'ylamang. Hidlari aynan sizni yonida olib turadi. Brawnimiz tayyor bo'lganini bilish uchun unga cho'p tiqib tekshirib ko'ramiz. Tayyor brawnlarimizni idishga solib, xohlagan dekoratsiya qilishingiz mumkin. Men bo'lsa eng osondan foydalandim. Yana o'sha pastamni ustiga surib qo'ya qoldim. Voy, endi bu bravnining hidlarini tasavvur ham qila olmaysiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Videoni saqlanch qilib like bosish esingizdan chiqmasin, xo'p?